ham biz Revolution o'quv markazida men menejer bo'lib ishlayman. Shu bizda IT mutaxassis bo'lib ishlaydilar. Ismim Xurshida. Bugungi tadbir o'tkazishdan maqsad o'quv markazimizda mavjud kurslar, bu kurslarni sizlarda nima afzallik tomoni, bu kurslarda o'qib sizlar kim bo'lishingiz mumkin. Mana shular haqida tushuncha berib o'tamiz va albatta tadbirimizning oxirida bemalol barcha savollarga javob topishingiz mumkin. Nima savollar bo'ladigan bo'lsa, kurs haqida, kurs narxlari haqida, kurs vaqti haqida yoki kurs davomiyligi haqida bemalol savollarga berishingiz mumkin va biz birgalikda bunga javob topamiz. Va e'tiborlaringizni saytimizga qaratishingizni so'rayman va bizning o'quv markazimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, o'quv markazimiz 2022-yilda tashkil topgan. 2022-yildan buyon o'z faoliyatini yuritadi. O'quv markazimiz asosan ITga ixtisoslashtirilgan. Ya'ni IT yo'nalishlari bu dasturchilik, programma yaratish, sayt yaratish, mana telefoningizda ko'rgan barcha ilovalar, Telegram, Instagram yoki shunga o'xshash barcha ilovalarni qanaqa yaratish mumkinligi haqidagi kurslardan tashkil topgan bo'ladi. Va bundan tashqari sentyabr oyidan boshlab bizda o'quv markazimizda nafaqat IT kurslari, balki fanlar bo'yicha tayyorlov kurslari, ya'ni ona tili adabiyot, matematika, kimyo, biologiya bo'yicha olimpiadalarga, milliy